Bugun men pensiya oladigan barcha fuqarolar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadimi? Bu kimlarga tegishli? Kimlar xavotir olmasligi kerak va chaqirib kelganda nima qilish lozim? Bu mavzu juda ko'p odamlarni tashvishga solyapti, chunki hamma pensioner qayta tekshiruvdan o'tadi. Komissiyadan o'tmasa pensiya to'xtaydi. Nogironlik pensiyasi bekor qilinadi degan gaplar tarqalyapti. Men bugun buni oddiy tushunarli tilda hayotiy misollar bilan izohlab beraman. Ma'lumot sizning o'zingizga, ota-onangizga, bu bobolaringizga yoki yaqinlaringizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Avval shuni aniq aytib qo'yaman. Har qanday pensiya masalasida eng muhim narsa pensiyaning turi hisoblanadi. Ya'ni oddiy yoshga doir pensiya bormi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Tartib shunga qarab farq qiladi. Odamlar ko'pincha pensioner deganda hammani bir xil tasavvur qiladi. Lekin huquqiy tartibda 12 yoshga kirib pensiyaga chiqqan erkak bilan mehnat qobiliyati cheklanganligi sababli nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning holati bir xil emas. Oldin qanday edi? Avval ham nogironlik guruhi bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotgan ayrim fuqarolar belgilangan muddatlarda tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan o'tib turardi. Masalan, kimdadir 2 guruh nogironlik 1 yilga belgilangan bo'lsa, muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan. Kimdadir nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, u har yili qayta komissiyaga chaqirilmagan. Yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensioner esa faqat pensiya yoshiga yetgani uchun pensiya oladi. Uning pensiyasini har yili tibbiy komissiyaga bog'lab qo'yish odatiy tartib emas. Endi nima o'zgargan? O'zgarishlar asosan nazorat, hujjatlarni aniqlashtirish, nogironlik holatini tasdiqlash, sog'liqdagi o'zgarishlarni baholash, ayrim hollarda noto'g'ri tayinlangan to'lovlarni oldini olish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni gap ko'pincha hamma pensionerlarni bir kunda poliklinikaga haydash haqida emas, balki pensiya yoki nafaqa turi bo'yicha asos talab qilinadigan holatlarni tekshirish haqida ketadi. Shuning uchun men sizlardan bir narsani so'rayman. Vahimaga berilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Agar sizga chaqiruv xabarnoma yoki poliklinikadan murojaat kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Asosiy qism. Kimlar bilishi kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolarni ko'rib chiqamiz. Masalan, 63 yoshli aka 38 yil ish stajiga ega. Pensiyasi yoshga doir tayinlangan. U kishida nogironlik guruhi yo'q. Pensiyasi kasallik sabab emas, yosh vosita asosida to'lanadi. Bunday holatda tibbiy komissiya pensiyani davom ettirishning asosiy sharti bo'lib qolmaydi. Ya'ni siz komissiyadan o'tmadingiz. Shuning uchun yoshga doir pensiyangiz to'xtaydi degan gap odatda to'g'ri emas. Lekin pensionerning hujjatlarida boshqa masala bo'lsa, masalan, qo'shimcha imtiyoz, parvarish puli, nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov, sanatoriy yo'llanmasi yoki tibbiy imtiyoz uchun ma'lumot kerak bo'lsa, tibbiy ko'rik talab qilinishi mumkin. Ikkinchi holat, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladigan fuqarolar. Mana shu toifa eng ko'p e'tibor berish kerak. Chunki nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi bilan belgilanadi. Agar xulosa 1 yilga berilgan bo'lsa, muddat tugaganda qayta ko'rik zarur bo'ladi. Masalan, 58 yoshli opa 2 guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. U kishining xulosasida 2025 yil sentabrgacha deb yozilgan. Demak, sentabrga yaqin poliklinika orqali hujjatlar tayyorlanadi. Shifokorlar ko'rigidan o'tiladi. Tahlillar topshiriladi va komissiyaga yuboriladi. Agar opa vaqtida bormasa, nogironlik muddati tugashi mumkin. Natijada nogironlik asosidagi to'lovlar vaqtincha to'xtatilishi ehtimoli bor. Bu jazo emas, balki hujjat asosining muddati tugagani bilan bog'liq tartib. 3-holat. Nogironlik muddatsiz belgilangan fuqarolar, ba'zi odamlar muddatsiz bo'lsa ham chaqirishyapti, demak hammani qayta ko'rishadi deb xavotirga tushadi. Bu yerda nozik jihat bor. Muddatsiz nogironlik odatda har yili qayta tasdiqlashni talab qilmaydi. Lekin hujjatda xatolik, ma'lumotlar bazasida nomuvofiqlik, shaxsiy ma'lumotlarning yangilanishi. Guruh bo'yicha qo'shimcha imtiyozga ariza berish yoki boshqa ma'muriy sabablar bo'lsa, fuqaro qo'shimcha aniqlashtirishga chaqirilishi mumkin. Bu har doim nogironlikni bekor qilish degani emas. Masalan, 70 yoshli bobo ilgari nogiron,
Xulosasi mutassiz. U kishiga poliklinikadan qo'ng'iroq qilib pasport ma'lumotlari va ambulator karta yangilanishi kerak deyishdi. Bu komissiya qayta guruhni olib qo'yadi degani emas. Balki tizimdagi ma'lumotni to'g'rilash bo'lishi mumkin. 4-holat. Ishlayotgan pensionerlar ba'zan pensioner pensiya oladi, lekin ayni paytda yengil ishda ishlaydi. Agar u yoshga doir pensioner bo'lsa, ishlashi tibbiy komissiya majburiyatini avtomatik keltirib chiqarmaydi. Lekin agar u nogironlik guruhi asosida pensiya olayotgan bo'lsa, ish faoliyati komissiya baholashida hisobga olinishi mumkin. Bu ishlasa pensiyasi olib qo'yiladi degani emas. Masalan, o'ta guruh nogironligi bor fuqaro ofisda 4 soat ishlashi mumkin. Chunki o'ta guruh ko'pincha mehnat faoliyatini butunlay taqiqlamaydi. Ammo sog'liq holati kasb turi, ish sharoiti va tibbiy tavsiyalar muhim. Agar shifokor og'ir jismoniy mehnat mumkin emas degan bo'lsa, fuqaro yuk tashuvchi bo'lib ishlasa, komissiyada savollar tug'ilishi tabiiy. 5-holat. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar. Bu toifada hammasi yosh, o'qish, mehnatga layoqat va hujjatlarga bog'liq. Masalan, marhum otasining pensiyasi asosida nafaqa olayotgan o'qindiq yoshli talaba har yili o'qiyotganini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Agar u nogironlik sababli boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, unda tibbiy komissiya masalasi ham paydo bo'ladi. Lekin oddiy holatda bu ham barcha pensionerlarga tegishli umumiy majburiyat emas. Endi bir nechta real hayotga yaqin misollarni aytaman. Birinchi misol. 65 yoshli ayol yoshga doir pensiya oladi. Oyiga 1.200.000 so'm pensiyasi bor. Unga mahalladan hamma pensioner komissiyadan o'tadi deyishdi. U poliklinikaga bordi. Lekin ma'lum bo'ldiki, u kishidan faqat dispanser ko'rikdan o'tish tavsiya qilingan, pensiya uchun majburiy komissiya emas. Demak, bu yerda qo'rqish uchun asos yo'q. Ikkinchi misol, 54 yoshli erkak 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Xulosasi bir yilga berilgan, pensiyasi taxminan 1.200.000 so'm. U baribir kasalman, bormasam ham bo'ladi deb komissiyaga bormadi. Muddat tugadi, hujjat yangilanmadi, to'lov kechikdi. Keyin u yana shifokorlar ko'rigidan o'tib, hujjatlarni tikladi. Lekin iriga o'qoy asabiylashdi, idora yurdi. Bu holatda eng katta xato chaqiruvni e'tiborsiz qoldirish bo'lgan. 3-misol. 2 yoshli bobo muddatsiz inguru nogiron. Unga hech kim komissiyaga chaqiruv bermagan. Faqat farzandlari internetda hammani majbur qilishadi degan gapni o'qib xavotirga tushgan. Men bunday holatda birinchi qiladigan ishni aytaman. Pensiya bo'limiga yoki my.gov.uz orqali ma'lumotni tekshirish, poliklinikadagi oilaviy shifokordan kartadagi xulosani ko'rish. Agar rasmiy chaqiruv yo'q bo'lsa, faqat mish-mish asosida vahima qilish shart emas. Birinchi nozik jihat tibbiy ko'rik bilan tibbiy mehnat ekspert komissiyasi bir xil narsa emas. Poliklinikadagi oddiy ko'rikda shifokor qon bosimini o'lchaydi, tahlil oladi. Yurak, ko'z, asab tizimini tekshiradi. Bu sog'liqni nazorat qilish uchun bo'lishi mumkin. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi esa nogironlik guruhini belgilash, uzaytirish, o'zgartirish yoki mehnatga layoqat darajasini baholash bilan bog'liq. Ko'pchilik aynan shu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Ikkinchi nozik jihat komissiyaga chaqirish hamma vaqt salbiy natija beradi degani emas. Ba'zan fuqaroning holati og'irlashgan bo'lsa, guruhi o'zgarishi, qo'shimcha imtiyozlar berilishi yoki reabilitatsiya vositalari tavsiya qilinishi mumkin. Masalan, ilgari 3 guruh bo'lgan odamning sog'ligi yomonlashib, doimiy parvarishga ehtiyoj paydo bo'lsa, hujjatlar to'g'ri tayyorlansa, komissiya masalani qayta ko'rib chiqadi. Shuning uchun komissiyadan qochish emas, unga tayyorlanish kerak. 3-nozik jihat. Hujjatdagi bitta kichik xato ham katta muammo tug'diradi. Familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova deb yozilgan. Tug'ilgan sana noto'g'ri, pasport yangilangan, lekin pensiya hujjatlariga kiritilmagan. Yashash manzili o'zgargan, lekin xabar berilmagan bo'lishi mumkin. Bular pensiyani darhol bekor qilish uchun emas, lekin to'lovda kechikish, chaqiruv, aniqlashtirish yoki ortiqcha hujjat talab qilinishiga sabab bo'ladi. 4-nozik jihat, shifokor ko'rigiga tayyorlanmasdan borish katta xato. Odamlar ko'pincha hammasi kompyuterda bor deb o'ylaydi. Amalda esa eski epikriz operatsiya haqida ma'lumot, shifoxonadan chiqarilgan xulosa, MRT yoki UTT natijalari, qandli diabet bo'yicha kuzatuv daftari, to'g'ri qabul qilgani haqidagi yozuvlar kerak bo'lishi mumkin. Agar fuqaro faqat pasport bilan borsa, shifokor holatini to'liq ko'rmaydi.
natijada komissiya ma'lumot yetarli emas deb qaytarishi mumkin. 5-nozik jihat meni tanishim o'tkazib beradi degan yondashuv xavfli. Men ekspert sifatida buni ochiq aytaman. Pensiya va nogironlik masalalarida rasmiy hujjat, tibbiy asos va qonuniy tartibdan boshqa yo'lga ishonmang. Agar kimdir pul bersangiz komissiyasiz hal qilamiz desa, bu sizni aldash. Noqonuniy ishga tortish yoki keyinchalik katta muammoga qo'yish bo'lishi mumkin. Bugun elektron bazalar ishlayapti, hujjatlar solishtiriladi, noto'g'ri ma'lumot aniqlansa. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. 6-nozik jihat. Pensionerning o'zi bora olmasa, masala to'xtab qolmasligi kerak. Agar odam yotoqda bo'lsa, mustaqil yurishga qiynalsa, ming guruh nogiron bo'lsa yoki og'ir kasallikdan keyin uyda davolanayotgan bo'lsa, oilaviy shifokorga murojaat qilib, uy sharoitida ko'rik, hujjatlarni masofadan tayyorlash yoki vakil orqali topshirish imkoniyatlarini so'rash kerak. Bora olmaydi, demak pensiya to'xtaydi deb o'tirish noto'g'ri. Har bir holatda tibbiy muassasa va pensiya organi bilan rasmiy aloqa qilish lozim. 7-nozik jihat. Chaqirib og'zaki bo'lsa ham uni aniqlashtirish kerak. Kimdir telefon qilib, ertaga komissiyaga keling desa, darhol qo'rqmang. Ismini, lavozimini, qaysi tashkilotdanligini so'rang. Qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Imkon bo'lsa, poliklinikaga yoki pensiya bo'limiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib tasdiqlang. Firibgarlar aynan pensionerlarning qo'rquvidan foydalanadi. Ular pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni ayting, kodni yuboring deyishi mumkin. Hech qachon bank karta kodi, SMS kod, parol yoki plastik karta ma'lumotlarni begona odamga bermang. Birinchi qadam pensiyangiz turini aniqlang. Hujjatlaringizni olib qarang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Agar buni tushunmasangiz, tuman pensiya bo'limiga boring yoki ishonch telefoni orqali so'rang. Chunki keyingi harakat aynan shu ma'lumotga bog'liq. Ikkinchi qadam. Nogironlik xulosasining muddatini tekshiring. Agar siz yoki yaqin insoningiz nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa, xulosada muddat bormi yoki muddatsizmi? Aniq ko'ring. 1 yilga, 2 yilga muddatsiz degan yozuvlar juda muhim. Muddat tugashiga 2 oy qolganda oilaviy shifokorga murojaat qiling. Oxirgi haftagacha kutmang, chunki tahlillar to'r mutaxassislar ko'rigi. Shifoxona ma'lumotlari vaqt oladi. 3-qadam, tibbiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik xulosasi ambulator karta, shifoxonadan chiqarilgan epikrizlar, operatsiya xulosalari. Tahlillar rentgen, MRT, UTT, EKG natijalari, doimiy ichiladigan dorilar ro'yxati, shifokor tavsiyalari bir papkada tursin. Agar odam qandli diabet bilan kasal bo'lsa, qand miqdori yozilgan ma'lumotlar. Endokrinolog xulosasi kerak bo'ladi. Agar yurak kasalligi bo'lsa, kardiolog xulosasi, ekokardiografiya natijasi muhim. Agar insultdan keyingi holat bo'lsa, nevrolog xulosasi, reabilitatsiya ma'lumotlari. Harakat cheklovi aniq yozilishi kerak. 4-qadam, oilaviy shifokordan yozma yo'llanma va aniq ro'yxat so'rang. Nima kerak deb umumiy so'ramang. Komissiya uchun qaysi tahlillar, qaysi mutaxassislar xulosasi, qaysi eski hujjatlar kerak deb aniq so'rang. Yozib oling. Shunda bir hujjat yetishmay, qayta qatnash kamayadi. 5-qadam, chaqiruv kelgan sanani o'tkazib yubormang. Agar o'sha kuni bora olmasangiz, oldindan xabar bering. Kasal bo'lib qoldingizmi, uzoq tumandamisiz, transport muammosimi, buni yashirmang. Poliklinika yoki komissiyaga qo'ng'iroq qilib sanani ko'chirish tartibini so'rang. Jim o'tirish eng yomon variant. 6-qadam. Komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, og'zaki janjal qilmang, yozma tartibda harakat qiling. Qaror nusxasini so'rang. Nima sababdan guruh uzaytirilmadi, pasaytirildi yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilindi? Shuni tushuntirishlarni so'rang. Keyin yuqori turuvchi komissiyaga, sog'liqni saqlash organlariga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish mumkin. Shikoyatda his tuyg'udan ko'ra faktlar muhim. Tashxis, sanalar, hujjatlar, shifokor xulosalari, holatning kundalik hayotga ta'siri yozilishi kerak. 7-qadam. Agar pensioner yolg'iz bo'lsa, mahalla ijtimoiy xodim yoki yaqin qarindoshlar yordamidan foydalaning. Ko'p keksa odamlar hujjat yig'ishdan charchaydi. Navbat kutolmaydi, qaysi xonaga kirishni bilmaydi. Bunday paytda farzandlari yoki qo'shnilari yordam berishi juda muhim. Lekin yordam berayotgan odam ham rasmiy yo'l bilan ish tutish kerak. Hujjatlarni tartiblash, navbatni aniqlash, shifokor qabuliga yozish, kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtirish.
8-qadam. Har bir topshirilgan hujjatning nusxasini saqlang. Ariza bergan bo'lsangiz, ariza nusxasi yoki qabul qilingani tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Tahlil topshirgan bo'lsangiz, natijani telefoningizga rasmiga olib qo'ying. Xulosa berilgan bo'lsa, asl nusxani yo'qotmang, alohida papkada saqlang. Pensiya masalasida men topshirgandim degan gapdan ko'ra qo'lda dalil bo'lgani yaxshi. 9-qadam. Internetdagi har bir xabarga ishonmang. Barcha pensionerlar majburiy komissiyadan o'tadi degan sarlavha ko'pincha odamni qo'rqitish uchun yoziladi. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, sog'liqni saqlash organlari, davlat xizmatlari portali yoki mahalliy poliklinikadan aniqlik kiriting. Agar xabar sizning holatingizga tegishli bo'lsa, harakat qiling. Agar umumiy vahimali gap bo'lsa, uni boshqalarga tarqatib, keksa odamlarni qo'rqitmang. Men bu mavzuda eng asosiy fikrni yana bir bor ta'kidlayman. Pensionerlarning hammasi bir xil tartibda majburiy tibbiy komissiyadan o'tadi degan gapni har doim ham to'g'ri deb qabul qilish mumkin emas. Tibbiy komissiya asosan sog'liq holati, pensiya yoki nafaqa huquqiga ta'sir qiladigan hollarda, ayniqsa nogironlik bo'yicha to'lovlarda muhim. Yoshga doir oddiy pensiya esa odatda yosh va ish staji asosida tayinlanadi. Lekin sizda qo'shimcha imtiyoz, nogironlik, parvarish muddati tugayotgan xulosa yoki hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa, siz albatta e'tiborli bo'lishingiz kerak. Bugungi mavzuning mazmuni shuki, vahima qilmang. Lekin chaqiruv va hujjat masalasini beparvo qoldirmang. Pensiya turini aniqlang. Nogironlik xulosasi muddatini tekshiring. Tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlang. Rasmiy tashkilotlardan ma'lumot oling va firibgarlarga ishonmang. Ayniqsa ota-onangiz yoki yosh katta yaqinlaringiz bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Muddati o'tib ketmaganmi? Poliklinikada ro'yxatda turibdimi? Kerakli xulosalar joyidami? Shuni aniqlang. Agar sizga ham tibbiy komissiya bo'yicha chaqiruv kelgan bo'lsa yoki tanishlaringiz shunday vaziyatga tushgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyatdansiz? Pensiya turi qanday, sizdan nima talab qilishdi? Sizning tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirish kimnidir ortiqcha sarsonlikdan, kechikkan to'lovdan yoki firibgarlar tuzog'idan saqlab qolishi mumkin.